BBC Xitoy erlari lagerlarga kirib, Uyg'ur qizlariga to'plashib bosqinchilik qildi degan mazmunda xabar e'lon qildi. Angliyaning dunyoga taniqli axborot vositasi BBC 2 fevral dunyoni zilzilaga solgan qo'rqinchli xabar va video tarqatdi. Mazkur xabarning asosiy mazmuni tuvanligicha. Lagerga 18 oy qamalgan qozoq qizi Gulzira Oyilxon o'zining qip-yalang'och qilingan Uyg'ur qizlarining qo'liga ko'yish silib, karvatga bog'lashga majburlanganligini bildirgan bo'lib, Xitoy erlar kirib, bu qizlarga navbatlashib bosqinchilik qiladi ekan. Xitoy erlar qaysi qizga bosqinchilik qilishni o'zi tanlaydi ekan. U mundaq deydi: "Mening vazifam qizlarning belning ustidagi kiyimlarini soldirish va ularni midiryalmog'dak qilib karvatga qo'ldan ko'yizi silib bog'lash. Ondan men u qizni uyda qoldiraman. Sirtim bir Xitoy er yoki saqchi kirdi. Men yondagi uyda jim o'tiraman. Er ayrilganda men qizni mo'nchiga elib chiqaman. Xitoy erlar saqchilarga pul to'laydi. Xitoylar turmadagi eng chiroyli qizlarni tanlaydi. Meni uyga kirgizishga majburlab, ayollarning kiyimini solg'izdi. Ondan meni uydan chiqarib etdi. Mening ularning buyrug'ini ijro qilmay amalim yo'q. Kechasi elib chiqib ketilgan ba'zi qizlar shuningdan keyin qaytib kelmadi. Qaytib kelganlarga bo'lsa, bo'lgan ishlarni hech kimga demaslik to'g'risida tahdid silindi. Lagerga 9 oy so'langan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining yordami bilan hozir Amerikaga kelib turayotgan Tursunay Ziyoddin mundaq degan: "Ular har kuni yarim kechida kelib, o'zlari xohlagan ayollarni tanlaydi. Ularni koridordan elib chiqib, kamera yo'q bo'lgan qorong'u uylarga so'laydi." Tursunay Ziyoddin o'zining 3 qitim navbatlashib bosqinchilikqa uchraganligini, har qitim 2 yoki 3 erning bosqinchilik qilganligini bayon qilgan. Tursunay Ziyoddin turmadan qo'yib berilgandan keyin o'zi bilan o'xshash taqdirga uchragan boshqa bir Uyg'ur qizini sirtda uchirtib to'nib qolgan. Bu qiz o'z azoblarini yengish uchun aroq ichishni odat qilib olgan bo'lib, aroqqa xumor bo'lib qolgan. Tursunay u qizning ko'chalarda mast biti yetib qolganligini ko'rgan. Tursunay Ziyoddinning bayon qilishicha, bosqinchilik qiladigan Xitoy erlari birdek maska taqmaydi ekan. Saqchi formasi emas, balki kostyum kiydi ekan. Tursunay Ziyoddinning deyishicha, ularning hammasi Kunas noyasidagi bir nihoyatda cho'ng lagerda yuz bergan bo'lib, ular har kuni yuzlagan cho'ng avtobuslarda to'xtamay odam to'shib keladi ekan. Xitoy saqchilar qeri yosh ayollarning hamma kiyimini soldirib etadi ekan. Ayollar xijil bo'lib oldini qo'li bilan to'sib oladi ekan. Tursunay xonimning so'zlab berishicha, u qarshilik qilganda Xitoy saqchilar uni eg'ir va uchliq boshliq oyoqlar bilan ko'ksiga qattiq tepgan. U mundaq deydi: "Saqchi oyog'i bak qattiq va eg'ir ekan. Men dastlabda u meni biror narsa bilan urayotgan o'xshaydi debdiman. U yana mening qo'rsqog'imga dasidi. Men hushimdan ketay dedim. Keyin badanimdan issiq bir narsaning oqqanligini bildim. Lager doktori uningga ichining qoniganligini aytgan. Lagerdoshlari uningdan qon chiqayotganligiga diqqat qilgan. Muhabbatchi uningga ayollardan qon chiqish normal ish degan. Uning deyishicha, har bir kamerada eng ko'p bo'lganda 14 ayol bo'lib, karvatlar, derizlar to'sib ekan. U dastlabda qizlarning elib chiqib ketilganligini ko'rganda, sababini tushunmay, balki boshqa yerga yo'tkiladigan o'xshaydi deb o'ylagan. Tursunay mundaq dedi: 2018-yili 5-oyda bo'lsa kerak, 20 yoshlar chamsidagi bir qiz maskaliq bir Xitoy erga tutib berilgan. U qorong'u uyga kirgandan keyin varqirashga boshlagan. Men nima ishning bo'lganligini his qilmoqman. Dastlabda ular uni urayotgan o'xshaydi deb o'ylabman. Bosqinchilik qilishni xayolimga keltirdim. Ayollarni qaytarib keladigan ayol meningdan qon chiqqanligini debdi. Xitoy saqchi uningga qorong'u uyga elib kir deb baqirdi. Ayol meni hiliqi qiz so'langan uyning yonidagi uyga elib kirdi. Ularning qo'lida bir elektronlik kaltak bor ekan. Men uning nima ekanligini bilmay ekanman. Ular uni mening jinsi yo'limga kirgizdi. Meni elektronlik modem bilan qiynadi. Keyin meni yondirib keldi. Hiliqi qizning qaytib keldi. U hech kimga gap qilmaydi. Bir bo'landa jimjit o'ltirardi. Amirdagi ayollarning hammasi degidek aqlini yo'qotgan.
lagerda o'qituvchilik qilishga majburlangan Qalbinur Sidiqxonning onalarni bayon qildi. Men bir Xitoy saqchi ayoldan bosqinchilik haqida so'radim. U javoban, lagerda bosqinchilik qilish bir madaniyatga aylanib qoldi. Texi to'plashib bosqinchilik qiladi. Xitoy saqchilari ularga bosqinchilik qilib qolmay, ularni to'kti qiynaydi, ayollarni vahshiy qiynaydi dedi. Qalbinur Sidiq yana elektronlik kaltakning ayollarning jinsi a'zosiga kirgizilib qattiq qiynaydiganligini bildirgan. U mundaq degan: tok bilan qiynashning 4 xil usuli bor. O'rindiq, ta'lay, boshqa kiygizdiqni va maqat yo'lidan tok kirgizish qatorliqlar. Ularning varqirashlari butun binoni bir oladi. Tushlik tomoq vaqtida yoki sinfdagi chog'larda ularning varqirganligini anglag'ili bo'ladi. Lagerda muallim bo'lishga zo'rlangan Sayragul Savut BBC'ga munolarni so'zladi. Lagerlarda bosqinchilik qilish umumlashgan bir ish. Muhofizatchilar xohlagan chog'da o'zi xohlagan qizlar va yosh ayollarni elib chiqib ketadi. Saqchilar bir qitim 20 yoki 21 yoshlar chamasidagi bir ayolga 100 odamning oldida navbatlashib bosqinchilik qildi. Har bir odamning chiroyiga qarab qarshilik bildirganlarni, mushtumini turganlarni, ko'zini yumib olgan yoki boshqa yerga qarab olganlarni jazolashga elib chiqib ketdi. Yosh qiz bechoralarcha varqirab yordam so'radi. Bu bek paskashlik edi. Men o'lgan bo'lsam edim, deb qoldim. Tursunay Ziyoddinning deyishicha, ayollarga majburiy tug'ut to'xtatish o'kili urilgan. U mundaq degan: ular bizning miyamizni yuvatdimi yoki dorining ta'sirini bilolmadim. Biz kamera ichida boshqa hech nimani o'ylay olmaymiz. Biz faqat qo'rsqimizning to'yishini o'ylaymiz. U yerda och qoldirish, tomoq bermaslik bek og'ir. Ilgari lagerda muhofizatchi bo'lgan birisi BBC'ga mundaq degan: mahbuslarga elektronlik kaltak yoki to'xti jazolash orqali ularni iqror qilg'izish ishlari nihoyat ko'p. Tursunay Ziyoddin ko'z yoshlarini to'xtatolmay mundaq degan: ular faqat bosqinchiliklar qilmaydi, balki badaningizning hamma yerini tishlaydi. Qattiq tishlab baksab izlarni qoldiradi. Siz ularning odam yoki hayvonligini bilmaysiz. O'xshash kamerdagi yana bir Uyg'ur ayol ko'p balaliq bo'lganligi uchun so'langan bo'lib, u bir kechada elib chiqilib, butun badaniga iz qoldirilib elib kelingan. Bu o'zining bosqinchilikqa uchirganligini deyolmagan. Ammo Tursunayning bo'yniga eslib turib, o'rkirab yig'lagan. Tursunay yana mundaq deydi: ular odamlarni qo'yib berdik deydi. Lekin qo'yib berilganlarimi butunlay tugashgan holatda qo'yib beriladi. Ularning maqsadi shu: bizni butunlay tugashtirish.